bo'lsa, shunda o'sh alır için ko'p kerakmi? Biran bo'lib da, bitinsin birga yig'ilib da boshlarini shovib bo'laydi. Nima payg'ambar aytgan bu, borg'iz, qo'ytig'iz egalingizga degan. Ya qo'y bilan aytadi, "No narsa edi, no ladno, no bo'lgan edi payg'ambar" deb. Men aytay, o qizg'anishi shu, eng qizg'anishi samaya bitni. Musulmonlar orasida, din ahllari orasida shunday istayishlar bor. Noit bu kishi Toyif shaharına borib, Toyif shaharining kishilari xalqqa misqil etib, quvib chiqarganda farishta kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisosallam yanına aytgan bo'lgan, "Ya Muhammad, tilasan degan, bu shaharning ikki yog'idan turgan ikki tog'ni ko'taraman da boshlarini tushiram" degan. Payg'ambarimiz alayhisosallam aytgan bo'lgan, "Allohning nasllaridan" degan. Kelajakda birgina kishi bo'lib chiqsa-da, Allohga ishonishi, biz shunga rizomiz degan. Ya Allohning rahmati bilan g'afur etgan. Men nishini aytam, bizning musulmonlar orasida da bir-birini ko'ra olmau. Aytamizda, masalan, boshqa dinlarga qarata, boshqa kishilarga qarata marhamatli bo'lishga kerak deb, boshqalarga qarata kerak-da, o'zaro marhamatli bo'la olmaymiz. Bir-birimizni g'afur eta olmaymiz. Haqlimi, haqsizmi? Nechimni onida aytam, bu payg'ambarimiz alayhisosallam axloqida bek muhim o'rin oladigan sifati. Kimga kelmasa-da payg'ambarimiz yonida, kimga kelmasa-da, haqlimi, haqsizmi, g'ayblimi, g'aybsizmi, no kelib g'afur etilgan chaqda payg'ambarimiz bir kishida kelib qoqmagan bo'lgan. Bir kishida kelib qoqmagan. Kishi g'afur etilib kelayotgan, haqlimi, haqsizmi aytganimcha, g'ayblimi, g'aybsizmi, no g'afur etilib kelayotgan, payg'ambarimiz har vaqtda g'afur etadigan bo'lgan. Men uni nishin birgalikda kishilar ishini aytam, bek sog' bo'lg'iz. Bu anda hay xotin qiz yolg'ishlik qiladi. Ирин раньше-то, например, обидела жена мужа и сама поняла, что обидела. Идет перед мужем, извиняется. А муж вот возьмет позу и 2, 3, 4 дня, неделю не разговаривает. Юрисайнда хатыны 10 тапқыр, 100 тапқыр келіп ғафу етінген. Бар мына қаты тұтауыз өзім. Вот андай болырға ярамай. Андай болырға ярамай. Peygamberimiz Aleyhisselam aytamiz, haqlimi kisiz, haqsizmi, g'ayblimi, g'aybsizmi, bu kishi g'afur etilib kelayotgan, Peygamberimiz Aleyhisselam har vaqt g'afur etadigan bo'lgan. Yana g'oya turmushindagina tugar, masjid ishida da shulay. Shoga menni Almas Hazratimni Mas'ud abida oldalarga yirik bermaslar, men masjidda da ishlovchilarga aytam, bir qashini bir-biringiz bilan o'pkalashmagiz. Bu ayken hal, şundak tatulanırga gerek. Şundak dostlaşırga gerek. Şundak bakilleşirga gerek. Neydi mesela bolsa da? Çünkü bu turmuştagı bütün meseleler etip все пустяк. Но endi ul ahiretke kalsa, ul pustячный bir evir bulup da ul fil razmerine çığa ujanlarsın. Yanda kıyamette bulayına indi bakilleşip bulmayın. Yo'q, hadisni siz bitiningizda bek yaxshi bilasiz. Bek ko'p hadis va'zlarda, bizning va'zlarda, boshqa hazratlarning va'zlarida esga olingani bor. Bir kishi keladi deb aytilgan qiyomat kunida. Tov hatto ajr savob o'zi bilan istirab olib keladi. Но hisob bitganda, когда у него суд заканчивается в судный день, его разбор его полетов, qarasalar bir narsada yo'q izgilikdan. İzgilik o'rnida edi tov hadli gunohlar o'sib chiqadi. Yo'q esa ishlamagan. Bu gunohlarni ishlamagan, bu gunohlarni yig'ilgan. Qo'yan yig'ilgan. Birsini ranjitgan, g'afur etilmisha qolgan, ikkinchisi turida g'aybat silagan, g'afur etilmisha qolgan, minsi o'pkalatgan, g'afur etilmisha qolgan. Bu dunyoda g'afur etilib qolmaganda, qiyomatga borib yetgach, tigilar muvakkillar aytadilar, sen meni ranjitgan eding.
Яйса син минем турымда ялган сөйләгән идең, яйса син минем турымда гайбәт сөйләгән идең. Давай вот минем өстемдә гунахлар бар. Алар мине җәннәткә кертмичә тоталар. Давай вот син мине ал минем өстемнән. Дип, һәр кеше үз эшен калдырып китә. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәлам әйтә, алтыдан карасалар, тол-тол хәтле гунахлар үсә икән. Юк, кешене җәһәннәмгә илтеп куялар. Юк исә, хәдиснең башында әйтелгәнчә, ул кеше тол-тол хәтле әҗр саваплар белән килеп баса, и шуны күргәч бөтен кешеләр уйлыйлар, бу турыдан туры җәннәткә керүче дип. Бу җәннәт кешесе дип уйлыйлар икән. Но хисап биткәндә карасалар, фәрештәләр моны җәһәннәмгә өстерәп алып баралар. Вот андый хәлләр булмасын. Вот әхлак дигән әйбер, ул гаилә эшендә дә, кешеләр белән аралашканда да, туганнар белән аралашканда да, әти-әниләр белән дә, балаларны үстергәндә дә, но иң кадерлесе тагын берсе бар. Biz әйткәнемчә, җә әхлак белән җәлеп итәбез кешене ислам диненә карата. Җә диннән нәфрәтләндерәбез кешене. Вот бу иң мөһим. Вот бөтен ваазны җыеп, бүгенге сөйләшүебезне җыеп алсак, аның вот артык сүзе булып, как заключение, вот бер җөмлә җитә. Җә biz кешене җәлеп итәбез динебезгә. Җә кешене нәфрәтләндерәбез. Шуңа біз әйттек, Пәйгамбәрбез алейһиссәлам кәне юәллиф ва ла юфарриқ. Җәлеп итә торган булган, бер кашан да нәфрәтләндермәгән. Бөтен кешеләр аның өчен тигез булган. То есть, менә телефоннан сөйләшәсез икән. Кирәкле ул сезгә клиентмы? Кирәкмәй торган кешеме? Барбыр, но сез аның белән кеше төсле сөйләшегез. Кеше сезгә килә икән, грамотный ул, неграмотный ул, но сез тавыш күтәрмәгез. Тем более мәчеттә. Бу инде мәчеттә эшләүчеләргә калышлы. Вот нинди кеше булсын, әйтәме, грамотный, неграмотный, нинди юбка белән килсә дә. Вот мен аны элек уйламаган идем, но мен үзем андай хәлгә туры килгәне бар. Действительно, кеше вот белми ничек мәчеткә керергә. И андый кеше, ул просто бишара. Вот на данный момент, татарча әйткәндә, ул бишара. И андый кешене сүгергә түгел, андый кешене җәлләргә кирәк. Может быть, ул салып кергәндер. Такое может быть, вполне возможно. И многие из нас это видели, особенно безнең мәчеттә эшләүчеләр, или безнең дежурда утыручылар. Була андый кешеләр, кеше салып керә. Но аны куып чыгарга, түгел сүгеп чыгарга кирәкми. Матурно аңлатып, то аның күңелендә теләк ачылсын. Вот когда я протрезвею, обязательно сюда приду дип, аның теләге ачылсын. Но аның өчен кешене кеше итеп кабул итәргә кирәк. Мин бит ничек тә сөйләгәнем бар, хәтерлисез ул хадисне. Көннәрнең берсендә Пәйгамбәрбез тиясеннән бер яһуд кешене алып баралар икән, күтәреп. Ну үлгән булган бу мәйет хәзер. Мәдинә бә яһудлары, еврейлары бер үзләреннән берсен күтәреп баралар зиратка озатырга дип. И Пәйгамбәрбез торып баскан. По стойке ровно дип теге армияда әйтмешкә. И сахабалар аптырап калганнар. Я Расулаллах, ничек син басасың, бу бит яһуди дигән. А что дигән, не человек что ли он дигән? Кеше түгелме соң дигән? Шундый кеше бит дигән. И Пәйгамбәрбез торып басып, әйтәм бит, по стойке ровно ул мәетне күзе белән заткан булган. Вот мондай белән бездә җитми. Вот мин аны аңлыйм, тирлек кешеләр бар. Но Пәйгамбәрбез вакытында мин тагын бер тапкыр әйтәм аны, ул хадисне искә алам. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам вакытында бер кеше килеп гафу итегез, мәчет уртасына утырып хаҗәтен үтәгән. И бар Пәйгамбәрбез бер сүз дә әйтмәгән. Дауху дигән, калдырыгыз аны дигән. Үтәп битерсен хаҗәтен, аннан соң миңа чакырырсыз дигән. Һәм оннан соң теге кеше хаҗәтен үтәп битергәч, аны әйткәннәр, бар әле дигән, Пәйгамбәрбез сине чакыра дип әйткәннәр. Барганда Пәйгамбәрбез әйткән, туган дигән. Вот мәчеттә намаз укудан башка, гыйбадат кылудан башка бер эш эшләнмәс дигән.
Yüksek bitti. Başka bir ayıbını aytmagan ulama. İki kişi şu hatta yaratgan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ni. Diye şaklığından bu bitini hakikaten mini hayır rışalar, sügeler deyip korka bitindi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Doğan degen, meşit degen, Allah degenler gıybedet kılınır, başka bir işlenmez degen de, ifsiyor şunu bilen. Dige bir şara şatlığını aytken, sana cennet bulsun, mina cennet bulsun, başkalara bulmasın degen. Vat şunday bulurga kerak. Bir istoriyani mina söylegenlerde. Bir kızık ayır, bu bizim vaqtda bulgan ayır, bu yıllarda indi. Türkiye'ye kelgan bir Grek. Kim bu konfliktnin istoriyasini bile, yeyse okugan, yeyse işitken bilesiz. Türkler bilen Grekler büyük zor konfrontatsiyada, әлі de. Тем более Кипрский территорий boyunca. Bu Türk bu Grek Mihai bilmiyor qaysi shaharga lakandir. Şu granit tilasında. Может İstanbul'dan bu yoqqa Bolgariyaga tavaraqdir, bilmem ayta olmayman. Şu tilaga indi. Bir shaharga lakanda ilekan bu kishki vaqtqa bir narsa bilmay. Birinchi topqir biznes bilanmi, javotu bilanmi, onsin da men ayta olmayman. Bu birinchi ishlagan ishga shoqillatgan. Bir Türk oshgan musulmon kishisi. Bilasizmi degan, mening jiqlarlik o'rnim yo'q, bormi ekan sizning o'rningiz degan. Bor degan, yem bor degan sening ishing. Ketganda buni yotqirgan. Oshatgan edi, kiydirgan, jiqlatgan buni. Hozir Grek ertuk uyanib ketsa, rizq azir buni oldinda bitlay bir bor. Xo'janingdan topa olmay, yet xo'jasin. Eshik oldidan chiqib qarasa, Türk, aning iyik zo'r tugul o. Видимо, qorong'ida de ko'rib olmagan, qarab ulgurmagan, ko'rib ulgurmagan. Tigisini aytib ko'rasini aytmagan. Ko'p kichkinadan iyi ekan. Eshik oldi zo'r, iyi kichkina. Bu Türk buni qo'noq kishi bo'laroq iyinda jatqirgan, o'zi chiqib og'och ostida jatgan. Его сияющий kişi bizga aytdi, yo'q kishi de islom dinini qabul etgan shundan so'ng. Vat onday bilan bizda yetib bitmaydi. Yo'g'isa dinda bor. Ummatda esa Muhammadning ummati deysa, alayhisolatu vasallam ummati. Bunday misollar, bunday praktika, teoriya bor, teoriya bir ko'p. Kitoblar вообще завались kim aytganda. Но практика es. Практика yetib bitmaydi. Mana shuna ko'ra biz aytib ketdik, Mavlidning g'olim aytgan bit. Mavlidning hikmati jirlab o'tiruvdagina tugul, baytlarni. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga ixshov. Beyt o'quv pek yaxshi. Xatirsiz, men sizga u Muhammad Ratib Nablusi degan g'olimning so'zini aytdim. Payg'ambarimizni ololov, yeysa payg'ambarimizga beytlar bag'ishlov bu nachar ish tugul. Narsa degan beyt. Va beytlarni o'qib o'tirib degan. U aytirsin-da, etisi bilan maqtanib jirgan bola shekilli. Etisi bilan maqtana, o'zi nodon. Şuna göre mevlidlerinin tip mağnası deb aytdi u g'olim. Ona şu Peygamberimizni esga tushirib, Peygamberimiz alayhisolatu vasallamni xalqqa tanittiru. Peygamberimizni tanittirga kerak. Aytaymi, bigrak endi раз мы дошли до того, что уже хазратлар начинают чепуху городить, извините за не лексикон, за этот лексикон, про пророка алейхиссалям. Значит, мы должны вооружиться знаниями и уметь преподнести нашу пророка алейхиссалям. Вот Peygamberimizni kishilarga anlatabilirga kerak. Вот birgina misol bilan men bitiram. Вот Peygamberimizning rolini или onun maqsadini deb aytaylik. Onlar için bir hadisi bilen getirip, men sizga şunu bilen bitiririz işraşımızda.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abisi, no etisinin kardeşiydi. Diyacı diye sözünde bu şeklinde. Abu Talib. Mekke müşrikleri hazır bitinsi de jilganda gelip Abu Talib'e deşkenler. Давай былай işlik diye etkenler. Senin plemienligin Garaplar kavimlerinin padşası bulurga tiliyken Tsaryom Arabov. Biz onu padşa bulup koyup diyenler. Tiliyken in boy kişi bulurga deyip bütün Garap kavimlerinden, kabilelerinden boylıkını jiyemiz de en zor boylıkını ona bilemiz diyenler. Bunu da tilemeyken en motor kızga ilenirge tiliyken Garap kızını, en şiber kızını tabamız da ilendiremiz diyenler. Hazır bu sözünü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a jitkereler. Minan niçin ayten? Ne bu hadisini? O kızganışa karşı koy bir Müslümanlar, koy bir din ehilleri buna satılalar. Bilip mi bilmiş mi? Dilep mi dilemiş mi? İkinci mesele. No поддаются под это. И вот Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a etkenler. Bunu sana biliriz diyenler. Bay boğrat ilişken, en bay kişi bulasın. Padşa boğrat ilişken, en zor padşa bulasın. Garaplardan padşası bulasın diyenler. Şiber kızga ilenirge ilişken, en şiber katın kız balanı sen tamamız diyenler. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam birgine öğretken. Ağabeyim diyen. On koluma kıyaş koyup, sol koluma ay koyup da minnen şunu dileseniz, to есть dinimden vazgeçiyorum. Mine diyen, bular da gerek mi diyen. To есть Garap padşalığına tügül, dünya padşalığını mine birseniz diyen, dip eytesi keleyindi. To есть bir koluma kıyaş, ikinci koluma ay. Nese diyen söz bu? To есть dünya padşalığı. Şunu getirip birseniz diyen, min dinimden vazgeçmem diyen. Peygamberimizin şunu buluğunda, şunu işittiği de Peygamberimiz hakkında şu da yeterli. Yedik sadece son bir ay bilen bitireyim. Koy bir ayette, вот Peygamber Muhammed üzerine просто, наверное, царство желал туда-сюда, и мне он даже искалался к нему, bu sözlerine. Ne bir ay bilen bitirem, disil bitirem. Hazreti Ömer radıyallahu anh o günlerin birisinde Peygamberimiz Aleyhisselam yanına kirgen boğan. İlk arasa Peygamberimiz Aleyhisselam başın taşla koyup jıqlayken. İlk Hazreti Ömer cellegen. İcili sıragan. Ya Resulallah diyen. Mudavay diyen. Rim imparatorluğu, Persiyski tsarlar, padşalar, yifek minderlerde jatkanda, davay biz sana bir kişikine bir minder ap gireyim deyip etken de, deşken indi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam etken boğan. Ya Ömer diyen. Dünya Allah'nıkı bulup da, ahiret bizim buluğun tilemezsin mi kendine? Dolayısıyla bu dünya baylığı, bütün baylığı bilen cennet karşında bir nesile durur. Dünya baylığı, bütün baylıkları bilen birinci günden alıp kıyametke hatlı şıkkan hem şıgaşak bütün baylıkları bilen bu dünya cennet karşında bir nesile durur. Şuna göre Peygamberimiz Aleyhisselam etken bu anı. Ömer diyen. Dünya Allah'ını bulup cennet bizim bulğanın tilemesin mi diyen. Prosta Müslüman kişisi soydu belirgettiğir. Ahiretini soydu mu? Kehf suresinde ne sebettirgen? فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kim de kim Allah Teala'nın ışraşını tiliyken Allah Teala'nı kururga, ışraşırga kıyamette فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. İzgi iş işlesin.
ve la yushrik bi ibadeti rabbihi ahada. Hem bu bek mühim, hem Allah Teala'dan başka bir zatqa da tapılmasın. Kişilerden mi, ağaçlardan mı, yıldızlardan mı, türelerden mi, kim ne bulmasın, bir kişiye de, bir zatqa da, bir putqa da tapılmasın. Allah Teala tapşırığa, Allah Teala tevekkül kılıp yaşar. Şu şartta, şınnapta kişi bəxtli bular. Bir işraşıda biz sizinle etkendik. La khawfun aleyhim ve la hum yahzanun degan ayetin ma'nosini g'olimlar nasib etganlar. La khawfun aleyhim. Shin musulmon kishilarga qo'rquv da yo'q. Oy kelajak nishik bo'lar, meni sakrashab ketarlarmikan, mening uyushmani bitirlarmikan, men nishik pensiyamni olarman, men ilangashnichi xotinni oshatirman, anga bir sapochkalar olirga kerak, ularga tag'in palto siri, ularga tag'in kurtkada meni siri deb. Onday aybirni musulmon kishi o'ylab turmaydi. Ilanirga o'ylagan ekan, u Alloh taolo topshirilib ilani. Musulmon qizni kuyovga chiqarga ilan niyatlangan ekan, u Alloh topshirib kuyovga chiqar. Va la hum yahzanun. Hamshin musulmon kishilari bir qachonda o'kinmaslar. Oh, nisha bulay bo'ldi, nishab bulay etmadimmikan deb. O'tgan, Tatarlarda aytmishi, o'tganga salovat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bitta o'tgan ayber. Qo'rquv da yo'q musulmonlarga, shin musulmonlarga Allohga shukr. O'kinu da yo'q, qayg'u da yo'q. O'tganga Allohga shukr, kelajak Allah'ın rahmeti bilen inşallah. Şayet men hürmetli to'g'onlar uchrashuvimizni bitiramiz, yechunib qilsa bor. Men to'g'on aytib ketdim. Kimning tilagi bor ekan, kelasi otna kishkinni ketver opalarimizgami, obilarimizgami. Eshik ochilar ekan, eng birinchi atayni kirtirga kerak. Birgina holda deb aytilgan kitoblarda, islom dindagi bo'lgan tarbiyaga, axloqqa bag'ishlangan kitoblarda g'olimlar aytar, birgina holda aytibizdan oldin kirib ketirga yaray, yesa anibizdan oldin kirib ketirga yaray. Qachon qorong'ilik bo'lsa, masalan, podizga kiramiz, o't yo'q. Yot aytayni sirtinib ketmas uchun, yesa davatiy daminlarimiz yig'ilmas uchun birinchi bo'lib kirib ketirga yaray. Yesa bizning shartlarda, bizda yo'q masalan, biz vaqtda, biz tutilgan shaqda aytayni yig'ilmasin deb birinchi masalan otlab bosirga yaray. Bu bir xil. Noqolgan har bir xillarda stal yonida o'tirganda, tabun yonida o'tirganda, majlisda o'tirganda, kelib kirganda eng birinchi yetirib aytayniga yo'l beramiz. Eng birinchi o'qishiga yo'l beramiz. Shoqat payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam aytgan bo'lgan, Allohlarning hurmatlanishi kichkinalarga marhamatli bo'lmisha bizdan kishi bo'lmas degan. То есть тот, кто не уважает старших и не милосерден к младшим, тот не из нас. Поэтому в исламе есть такое понятие, как уважение к старшим, это обязательно. И быть милосердным к малым, то есть к младшим, к детям, тем, кто меньше тебя, кто тем моложе тебя. Вот андай bilan islom dinida bor. Ham bu bitinsini aytasim kelar. Bu составной bir ilish. Это важное звено в жизни мусульманина. Niçin? Çünkü musulmon kishi o'zini tutishi bilan kishilarni jalb etadi, kishilarni nafratlantiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam haqida aytganda, "Kanna yu'allif va la tufarriq" deb aytilgan. Ya'ni kishilar bilan aralashganda, to есть xotini bilan bo'lsinmi, to'g'oni bilan bo'lsinmi, qo'shnisi bilan bo'lsinmi, tanish kishimi, tanish bo'lgan kishi bilan bo'lsinmi, payg'ambarimiz aralashganda har vaqtda o'zini chaqirtirgan, to есть призывал к себе, тянул к себе. Но bir qachonda o'zidan kishilarni nafratlantiradigan bo'lmagan. Bu ham shunday hal. Masalan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uylarına kelgan vaqtda, uyina kirgan vaqtda har vaqtda motor kiradigan bo'lgan. Selam berib kiradigan bo'lgan. Bir qachonda xotinlarni g'ayib izlamagan. Masalan, qo'y bir er kishilar kiradi, necha boy bir bunda yota, necha bunda ting-ting-ting-da yota deb, shundoq tovush ko'tara boshlaydi uyinda.
Югыйса belki xotini jiyingan, belki təmini osh pishirgan, no qo'y bir ayvirni qoramışa qoldirgan, qo'y bir ayvirga ilgirmagan. Onday vaqtda er kishiga bek ixtiborli bo'lishga kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam rizq masalasini hal qilamiz. Biz uyga kiramizda bor bizda qizg'oncha qarshi shunday g'adat rizqda kimchilik izlay boshlaymiz. Почему макароны так сделаны? Почему у тебя суп такой? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam bir qachonda bir rizqni maqtamaganda ortiq, bir rizqni so'kmaganda. Bu bek muhim. Neshagan? Payg'ambarimizga bir ayvar ishonmagan bo'lsa, prosta qog'ilmagan. Eshitganingiz bordir, bek mashhur hadis. Payg'ambarimizga pishirib oldina qo'yganlar yashirtsin. Bobbi g'arabshayda. Payg'ambarimiz ishonmagan. Ko'ngili tortmaydi. Masalan, bulandik kishi, qo'y bir kishi masalan sariq etin qabul eta olmaydi. Ko'ngili qabul eta olmaydi. Qo'y bir kishi o'rdak etin osha olmaydi. Oshay olmaydi yuksalani. Prosta ko'ngili bilan oshay olmaydi, qabul eta olmaydi. Oshamasa kishi oshamasın. Prosta qog'ilmasin. No kishi oldinda tovush ko'targa, yeysa, "Oy, men sariq etin yaratmayman" deb kishi oldida aytirga yaramadi. Hatta masalan bulandik hallar. Majlisda o'tirganda oshda shesh bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom onday bilarni ekranda chiqarib qo'ya turgan bo'lgan. To'ys kishi oldida chiqarib, qarab turgan Islomul mening xotinimning shashimi, qo'shnining shashimi deganda o'tandek hallar bo'lmagan. Payg'ambarimiz ko'rgan bo'lsa, olganda tarinkasidan chiqarib toshi turan bo'lgan, endi onda kishi ko'rmagan yerga o'rnashtirgan bo'lgan. Sho'kamda bu masala bek muhim. Bek muhim. Hamilton yangadan rizq masalasini qaytganda aytasim ki, tug'onlar, men sizdan bir o'tirib so'rayman. O'z xotinlaringiz bilanmi, bigrakda anilaringiz bilanmi, eri tug'onlardanmi, eri tanishlardanmi bir qachonda rizqni suvga qo'ymagingiz. Bir qachonda rizqda kimchilik izlamagingiz. Bu umuman aytganda kishilik yonidan da motor tugadi. Bigrakda endi bizning xalqqa. To'ys, men narsa aytasim kerak. No yo'q g'arablar sug'ish ko'rmaganlar. G'arablar hozirgi vaqtda g'arab xalqlari deb aytdik. Eng kimida bir 5-6 asr sug'ish ko'rmaganlar ular. To'ys, G'arabiston masalan, o'zimizni olmasa bilan o'qidik bitinda. Kuveytda, Bahreyn, Aman, Qatar, Emiratlar, eng boy davlatlar. Men olmayman Sham yoqlarini, Iordaniya, Palestina, Siriyalar sug'ishni ko'rgan kishilar. Novat qolgan g'arablar, boy g'arab idlar, ular sug'ishni ko'rmagan kishilar. Yo'lar olim qo'y biraylarni to'kib Payg'ambarimiz alayhisalom so'zidan anglaylar. No bizning masalan, biz sizin bilan bir bugun bo'lsak-da, nima bizdan o'roq bugun, nima men kimni ayta olaman? Nima Mesut abilar? Allah bugun, mana abi o'tiraydi, ismini bilmayman. Ular ochliq degan aybida bilalardir. Ne olarak abilar tam o'tiralar. To'ys bizdan olarak kishilar. İkinci bugun kishilar olar. Otalar avur shoqlarni ko'rgan bo'lganlar, Mesut abilar ko'rganlar, sug'ish vaqtlarini, sug'ishdan so'ng bo'lgan ochiqlarni. To'ys men aytasim kelamda bizning xalq shunday avur hallarni ko'rib turibdi. Hozir vaqtda yorti batonni to'sincha shigarib tashlov, u bek zo'r ma'nosizlik. Bek zo'r rahmatsizlik. Nechun men aytam? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kichkina bir ne'mat bo'lsa-da, Allohning kichkina bir ne'mati bo'lsa-da, uni zo'raytib ko'rgan. Zo'raytib silagan uni. Kichkina bir ne'mat bo'lsa-da. Ishoqa Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislarda aytgancha, la yufarriq, bir qachonda ayirmagan. Bu Allohdan zo'r ne'mati, bu kichkina ne'mati deb. Nihatda kichkina ne'mat bo'lsa-da, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Allohdan ne'matin har vaqtda maqtab, uni zo'raytib ko'rsatirga tirishgan bo'lgan. Ishoqamdan ne'matlardan birisi u rizq. Men nechun aytam, bir qachonda so'kmaysiz bir rizqni. Sug'ish vaqtida o'zingiz eshitganingiz bordir. Blokada vaqtida Leningradda даже kusilarda oshaganlar. Qorg'alar qolmagan bo'lgan Leningradda ochliqdan.
күселәрне отытып ашытыран булганнар кешеләр. Без хәзер вакытта рәхәтлектә ризыкта кимчелегездә утырабыз. Тут не досолило, там не доперчило. Ал да бер пачку үзеңә сал рәхәтләнеп. Какая разница? То есть, мен әйтәсем килә, вот о яктан хатыннарыгызны, жен своих, от себя не отворачивайте. Хатыннарыгызны нәфрәтләндермәгез. Что ты мне как приготовил, ди. Рәхмәтеңне әйт тә, утыр да аша. Күңелен тартмый икән, ну кагылма. Бул кийинге майжак та инде аша шуны. Но мен әйтәсем килә, то есть, ялгышлык эшләмәгез. Biz hatta şunun bilen de үзебездән кешеләрне нәфрәтләндерәбез. Ни өчен мен әйтәм? Вроде бы яхшы, карап торасың, хороший парень. Намазын да укый, и намаз читает. И на нафиль встает, и нафиль уразу держит. Все замечательно. Но как вопрос с женой зайдет, все, вот тут он никакой. И тут она жалуется. Ну понятно, то есть всегда хорошим тоже не получается быть. Но тут начинает, и этим он недоволен, у меня в жизни, и этим недоволен. То есть, Пейгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалям бик тыйнак булган. Очень скромный был, даже вот в супружеской жизни. Надо было и сандали себе чинил, надо было и штопал себе одежду, надо было и двор подметал, все делал Пейгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалям. Поэтому даже вот в вопросах мы же говорим ахляк, вот воспитанность, этикет. Вот даже в этом у мужчины, у мусульманина, особенно у мужчины, как у главы семьи, он должен быть пример. Когда с женами он был, или с детьми, как Айша Набыз говорит, он с ними вел себя как ребенок. Что это значит? Вот кто-нибудь из вас, когда со своими детьми играете, если он что-нибудь не так сделает, вы его сразу бьете, нет? Нет, наверное. Но нормальный человек не будет это делать. Ну, потому что он ребенок. Он может и на голову сесть, и на шею сесть. Пейгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалям читает намаз, Хасан Хусейн взяли и оседлали его. И ничего. Правда, сахабы сидят и думают, что ж как долго Пейгамбарыбыз голову не поднимает. И они поодиночке голову стали поднимать, смотрят, что там происходит. Намаз закончится, они говорят, я Расул, почему ты так долго саждя не поднимался? А пророк Мухаммад алейхиссалям говорит, ну, говорит, у меня внуки сели, говорит, мне наши, я, говорит, боялся, что когда подниматься буду, они упадут и случайно повредят себе что-нибудь. Поэтому я, говорит, долго сидел, вернее, стоял в саждя, ждал, пока они не сойдут. То есть вот они примеры какие. Иногда же бывает, то есть вот мы даже дома или в мечети начинаем на детей злиться, шлепать их начинаем, ругать их начинаем. Дети, балалар. И поэтому Айша радиаллаху анха говорит, когда пророк Мухаммад алейхиссалям был своими женами или своими детьми, он себя вел как ребенок. То есть, если даже что-то есть такое, может быть, чуть-чуть обидное, может быть, чуть-чуть неловкое, он быстро это забывал, прощал это все. Но стоило, говорит Айша радиаллаху анха, перейти ему к серьезным вещам, к серьезным вопросам, тут он, говорит, принимал облик мужчины. Бывает в семье по-другому. Перед всеми мужчина, когда он придет, тише воды, ниже травы. И говорят потом, о, говорит, дом у него, говорит. Там по-другому, говорит, дома. А когда так, в обществе, он самый храбрый. Или я, может быть, там в подметке не годится. Вот он дыхание было нечестный. Гамар хазят и гамар шуайк булган тенде нечестный. Ну, савар тиргет үдүлөк. Вот мен әйтәсем килә, менә Пейгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тормышы белән. Мен аны ничек бүген башладым менә бу мәсьәләне. Әле Аллаһ Әсәмдә әйтик, бит четверг көне кичә була. Ул кичә без Алмаска белән әйтеп китербез. Кызганычка каршы. К большому сожалению. Даже хазрәтләр арасында, кажется, среди богословов сейчас появились люди, которые начинают сомнения вводить в мусульманах в отношении нашего пророка Мухаммада алейхиссалям. Это очень обидно. Уж кто-кто, но дин ахилляры, духовные служащие, ни в коем случае этого не должны делать. Если этот человек делает по невежеству, это одно. Но если человек осознанно знает, что такое Коран, и знает, что такое, знает, кто такой пророк Мухаммад алейхиссалям, начинает в людей вводить в смуту,
в отношении пророка, алейхиссалям. Ну и что они там за ним следуют? Ну и что они там его там следы подбирают? Ну и что они там его плевки подбирают? Разве это можно делать и еще что-то? Вот такие, когда вещи начинают говорить, это вы будьте, я вас просто, вот я и вот от Алмаз Хазата, от его имени, от своего имени мы вас предупреждаем, будьте очень осторожны с такими людьми. Если можете, вы их остановите. Если не можете, умейте остеречь других людей от таких лжепроповедников, скажем так. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam turmuşun siyasi başlasan aytamid. Bir kişide jetmiyor, 10 kişide jetmiyor, 1 yılda jetmiyor. Silagan sayın silab bo'ladi. Masalan deb aytaylik. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kishilar bilan aralashuv. Biz bile aytib ketdik. Peygamberimiz Aleyhisselam kim bilan nasiyashmasa da, kim bilan aralashmasa da aytirsin-da u kishiligina qori, u kishiligina yaratadi deb kishi o'z-o'zini sezatiran, baxtli etilib sezatiran bo'lgan. Kunlarning birisida Ali ibn Hatim degan bir kishi kelgan Peygamberimiz Aleyhisselam yanına. Onu tanır için. Kim miken o? Neydi kishi miken deb. Ularning nididir bir zo'r podsho deb tanıgan edi. Uylagan o'zincha, ko'rgancha. Hozir Peygamberimiz Aleyhisselam iyine chaqirgan mana, iyine boralar. G'am g'odigina xotin qiz to'xtatganda Peygamberimizning o'zining o'tinishini sili ekan. Bu kishi optirab qolgan Ali ibn Hatim degan kishi. Bu degan точно podsholar bunday g'odiy podsholar, biz tanıgan podsholar olay ishni bilmaylar deb aytgan o'zine. Yaxshi, hozir uylarına kelib kirsalar, Peygamberimizning jayatırgan birgina aybiri bor ekan. G'ofut eskutasına jayatırgan birgina yumshoq aybir bor. Boshqa bir aybiri da yo'q endi. Peygamber aytgan o'tir degan. Tegese aytadi, yo'q siz o'tirasiz, yo'q o'tir deganda Peygamberimiz o'zi idanga o'tirgan. Bir g'arab kelganda, endi biduin deb aytgan, endi badaviy yoqasidan tortib aytgan bo'lgan, bir menga kulmaginni degan. Peygamberimiz bergan bo'lgan. Ikkinchisi kelib shular tutganda yoqasidan izida qolgan bo'lgan hatto. Shu xatni tutganda qoti, men degan jannatga kirasim kelar, kirsin degan. Har kunlarin bizdan Peygamberimiz uyine qaytib borar. Shunda bir g'arab indi o'tiradi, biduin. Aytgan bo'lgan, Muhammad degan, bir menga kulmaginni degan. Bu senikida aytiningda kulmaga tugil degan. Peygamberimiz qaraganda точно degan. Точно aytasan, bu Allohdan kulmaga degan. Kim bergan? Peygamberimiz men aytasimki, Peygamberimiz Aleyhisselam bir g'odiy kishi bo'lgan. Biz sizin bilan ishlashuv boshida aytgandek, g'odiy kishi shaklida tugil edi u. Kishilardan bo'lsa-da, Banu Adam deb ataladi. Adam bolalaridan bo'lsa-da, lekin g'odiyga kishi shaklida tugil edi. Kunlarning birisida sahabalar 9 kishi yig'ilib bir toshni qo'zg'ata olmaylar. Peygamberimiz qilishi bilan bir baruv bilan ikki yoqqa jargan. То есть на две половинки. Boshqa kishilarda bo'lmagan kishini Allohdan bergan bo'lgan. No Peygamberimizning tip vazifasi kuch bilan dushmanlarni qirib tugil, no o'zining tutishi bilan kishilarni jalb etib. Ham shokra Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytgan bo'lgan, "Bashiru" degan, kishilarni suyindirg'iz, shodlantirg'iz degan. "Vala tunafir." Peygamberimiz masalan majlis boshlanar ekan, kirib qoya bo'sh o'rin bo'lsa, Peygamber shunda o'tiradigan bo'lgan. То есть kishi üstünden chiqib, otlab, bir yuzali o'rtaga o'tiring deb kishi bir qachonda Peygamberimiz Aleyhisselam o'tiradigan bo'lmagan. Ne kirib qoya o'rin topsa o'zini, shunda o'tiradigan bo'lgan. Peygamberimiz Aleyhisselam turunda aytilganda hadisada aytadi, bir qachonda Peygamberimiz kishiga toba oyog'ini suzmagan. O'tiga qo'y bir chaqdan masalan bizimni shogirdlar deb aytganda hajga boruvchilar Makkaga, Madinaga, jillaganlarda masalan Turkiyaga masalan yo'qtirlar. Nisha bu kishi menga olib kelganmikan, nisha bu kishi bizdan shu xatda rizo bo'lmaganmikan deb. No, masala shunda dinsiz shirinda o'sib, qo'y bir masala tushib qolgan adab axloqda.
Әйтеп киткәнчә, менә кешегә таба аякны сузмау. Кеше урынына килеп утырмау. İki kişi arasında iki kişi siyashkanda aralarına kirib ruxsatsiz o'tiruv, bunday birda u adabsizlik deb sanalar. Bitinsimlar bu kishanada uni silab o'tirib, birinchidan mumkin tugil, ikkinchidan o'rnida tugil balki. Sho'g'amda axloq, adab degan ma'noga kelganda, aytamiz internetdan bo'lsa-mi, axloq adabga bag'ishlangan kitoblardan bo'lsa-mi, siz ularni o'qingiz. Bir ko'p masalalarni biz bilmaymiz, bilmishcha yolg'ishlik qilamiz. Shu yolg'ishlik bilan ja kishilarni o'zimizdan yiroqlashtiramiz, ya butunlay kishi shu bilan birgalikda bizning aralashuvni to'xtatadi. Navoiy bilan muhim. Oshov masalasida, masalan, bo'landi masalan shiroqlar majlisda o'tirganda toba keltirib qo'yalarda, ikki kishi tilagan o'rindan ola boshlaydi. Oldindan da Allah, soldan da Allah, ondan da Allah, tigi yağından da Allah tabanın Peygamberimiz Aleyhisselam bir paşan da Allah işlemegen, hem yırgısat da etmegen. Peygamberimiz aytgan, rizq tabanı rizq bilan getirip qo'yganda o'z yağlığınızdan alınız. Mesela plov tava bilan getirip qo'yalar ekan, sizga qarshi qaysi yağı qori, shu yoqdan oshirga kerak. Kurşu yağından alıp, on yaqdağı, sol yaqdağı kurşunun yağından alıp aşağı edepsizlik deb sanaladi. Birgina ayberda Peygamberimiz Muhammed ruxsat etgan finikda. Xirma jimishindagina Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buni ruxsat etgan. Qolgan ayberlarda kishi adablikni ustolarga o'tirga teyish, ham adablikni oshirgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesela düşman turunda aytalar, soğuşular turunda aytalar. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye kirgen bitinde. O bir qiziqar onu bitin şeyde yazmıyorlar. Hazır Mekke'ye kirgenden de yolab algan Mekke'nin en boy kişileri Peygamberimizni chaqiralar. Üzerinden çıklar için. Peygamberimiz nasıl bunu işlegen? Batmayan işlegen biz bunda gayrelik kişilerinde, женатые люди. Peygamberimiz aytgan, вот соорудите мне место, сказал он. Әзілеп qo'ying'iz menga Hadisha yanında o'rin degan. Qabri yanında. Endi shunda bir tunni qo'nib chiqqan. Hadisha onamizni yaratib. Ona qarata hurmat. Menga degan Hadisha yanında o'rin azalagiz degan. Endi shunda bir tunni yiqlab chiqqan. Mekkani yo'llab olg'ach, когда взял Мекку он своими сподвижниками. Все богатые, кто-то богатые есть, влиятельные люди в Мекке, они его звали к себе домой. А он сказал, вы, говорит, мне место только соорудите, говорит, около Хадиджи, говорит. И вот он там провел свою ночь. Вот шуның белән Пәйгамбәрбез Мухаммад алейхиссалам дөрестән дә шин гаиләле кешенең ир кешенең батырлыгын күрсәтә. Һәм дөрестән дә менә гаилә мәсьәләсендә хәзер бит инде бигрәк тә менә әлегә әйтеп киттем, кызганычка каршы мусульман дин әһелләре арасында вот Пәйгамбәр 8-гә, вот 9-га өйләнгән әллә сәсе дип башлый. Алла сакласын. Но Пәйгамбәрбез менә Хадиша анабызга өйләнеп ул үлгәннән соң шу хәтле аны яраткан булган. Шу хәтле аны искә ала торган булган Гайша анабыз әйтә, бу бит инде яп-яш. Киевдәге булмаган бер генә хатыны иде аның, Гайша анабыз. Калган бөтен хатыннары Хадиша анабызда. Жә аерылган булганнар, жә ирләре үлгән булган. И вот даже Гайша анабыз әйтә, Пәйгамбәрбез алейһиссалам шу хәтле Хадишаны искә ала иде ди. Biz isen bulup o ölgen bulsa da biz ondan künleşeydik diye aytgan. Yot Mekke'ni yağlap alganda o bir neçe şunday kızık ayıbılar var, o bütün kitaplara yok ol. No rivayetler var, hadisler rivayet kitaplarında. Ve birisi şu bir kızık moment, gaileli kişi bularak. İkincisi, bütün Mekke halkı tizilip baskan, bütünsi titrep durar. Bu bizni hayat bitiradi deb. Peygamberimiz aleyhissalom so'ragan bo'lgan.
kim men sizin için deb so'raganda degeler aytgan bo'lganlar ahul karim va ibnu akhil karim deganlar. Hurmatli qardoshimiz ham hurmatli qardoshimizning bolasi deganlarda Peygamberimiz yilmayib aytgan bo'lgan izhabu fa antum tulaqa degan. Borig'iz, qaytiriz uylaringizga, bitingizni de ozod etdim degan. Aleyhisselam bizning shekilli kishi bir yoqdan. Shunga bir islom yozuvchisi yozgan bo'lgan. Muhammadun basharun la kal bashari degan. Ya'ni Muhammad degan shunday kishi, lekin kishi shekilli tugul degan. Bel bu kal yakutu bel nal hajari degan. То есть yakut taşı var ya, zatlı taş, dragocenный камень. Qolgan taşlar arasında zatlı taş şekli degan o. То есть Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kishi, adam bolasi. Lekin g'odiy kishi shekliga tugul, u Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah Subhanahu wa Ta'ala hayırlı bendesi, ilşisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala onu saylagan, hem kişiden en kamil sıfatlar kişiden indi bulağala, Allah Teala'nda biz aytmaymiz, bütün kamillik Allah Teala'na xos, lekin kişiden indi kamil sıfatlar bulağala, bütün Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimiz Aleyhisselam'a bergan. Şuna göre Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimiz hakkında aytgan ve inneke la'ala xuluqin azim. Dersten de sen en zor, en ılıqlıqlı kişi. Hem Peygamberimiz Aleyhisselam turmushi turunda sahar aytib ketganda, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir qaşanda mesela g'odiy turmushini esga olsa, bizning shekilli g'odiy saati, g'odiy turmushi xotini bilan, bolalari bilan, qo'shnilari bilan, kishilar bilan aralashadi. Peygamberimiz Aleyhisselam o'z-o'zini bek g'odiyni tutgan bo'lgan. Bek g'odiy tutgan. Ne için ben onu aytam? Var şunda rivayetler, Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye koşkanda, hazır kelip jetkenler Quba degan yerga. Kim bizning aramızda hazır yigitlar arasında Mekke'de yeyse hajda umrada bo'lgan, Medine'ye koşkash, belki sizni jetkenlerdi mesela Quba degan mescidga, Quba degan rayonni nahar esga tushirsak, no aytirsin da Qozonning Dirbishqilari shekilli. O Dirbishqi shekilli bir o'rin. Yani şehirge kırıl aldığından. İbn Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Qubaga kelip jetken. Hazreti Ebu Bekir bilan. Hazır xalq şunu işitken de şu haber barıp jetken de bütün kabileler, tiredeki kabileler jiyila başlanır Qubaga. Peygamberimiz bilan ko'rishir için. Ne ahir zaman Peygamberi kelip jetken deb bütün xalqqa xayr tovush chiqqan, haber taralgan. Kilelerde birinci yitirip Peygamberimiz Aleyhisselam'a tugul, en birinci Ebu Bekir bilan esenleşeli bitinsinler. Yani men aytasim ki Peygamberimiz Aleyhisselam o'z-o'zini shu hatli g'odiy tutgan, kiyim yağından, qarash yağından, ko'z qarashi yağından da, o'turu yağından da bir kishi da onu Peygamber deb o'ylamagan. Bitinsi de en birinchi aytib ketgan Risha Peygamberimiz Aleyhisselam o'rnina Ebu Bekir bilan kelib esenleşeli. Hazreti Ebu Bekir şu hatta yad bo'lgan, u akirna barmog'i bilan ishorat qilar ekan, men tugul, meni Peygamber deb. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam meselen esenleşu yağından. Bu meselede biz sizime ihtibar etkeniniz var. Peygamberimiz Aleyhisselam bir qaşanda esenleşudan bosh tortmagan. Yash kishimi, ulug'roq kishimi, bolalarmi, o'sganlarmi, Peygamberimiz en birinchi o'zi borib esenlashadigan bo'lgan. Bosh shunday rivayetler, Peygamberimiz Aleyhisselam Medine yollarında, Medine uğramlarında jirganda, bolalar o'ynasalar, o'zi borib birinchi esenlashadigan bo'lgan. İletir için, bolalarga terbiye verir için. Bu pek mühim. Esenleşken şartta her vaqtda esenleşe turan kishiga qo'lin berib esenleşe turan bo'lgan. Esenleşganda yumshoqni esenleşgan. Tege armwrestlingda shekilli qo'lni qisib tiskiga tutgan shekilli tugul, qay bir yigitlar bilan ko'rishasan, no, понятно, tege kachalkada jirgani anlaşılaydı, Allah'aşka degan gibi. No, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yumshoqni esenleşe turan. İş ol vaqtda tege bir qoti da esenleşmegen, tege qisib
Ишол вакытта теге әйтерсең дә битараф шикелле, дә, теге равнодушный дигән шикелле, кайберләре менә булай кул бирәләр. Мен аны тоже аңлам, бирәк ир кеше өчен бу ничектер килешми тора һәм минем өчен. Теге бразна шунда ук шикләп туа башлый. Бу бер. Икенчедән вот мин намазда, иҗма намазларында кайбер чакта үзем дә игътибар иткәнем бар, шуңа әйткәнем дә бар. Вот исәнләшкәндә Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam şekilli күзгә карап исәнләшәбез. Bu бик мөһим. Без аны кайбер чакта уйламыйбыз, но бу бик мөһим. Күзгә күз карап исәнләшү. Кайбер чакта кеше кулын бирүен бирә, карый бөтенләй икенче якка. И не поймешь таким әйткәндә. Не то ворошиловский стрелок тегендә карап сине күрә. Не то нәрсә дигән шикелле. Вот бу бик мөһим. Бу яктан көлке шикелле. Но вот мөселманнар арасында бу араны мөселманнар арасын күрсәтә. Вот ничек татумы алар или юкмы? Шуңа бер галим әйткән булган бит, мөселманнарның татумы или тату булмауларын күргә телисез икән, сафларына карагыз дигән. Safları tigiz bulsa, aralarında boşluk bulmasa, demek araların tırmışlarında da şolay. No safları kirlik gitti bulup, aralarında boşluk bulsa, demek onların ko'ngilleri arasında da boşluk degen bu galim, bir galim. İmre Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam her vaqtda isen. Hem isenleşken de, любой kişi bilen isenleşetiren bu an. Boy kişi mi, yarlı kişi mi, tanıklı kişi mi, tanıksız kişi mi? O da bizim aramızda bulgalı yandı xələr. Tige dereceli kişi bulsa, tırıp basamız da yanına şevabız. Direkt bir kişi bulsa, ona ihtibar da yok. Özü kilip isenleşebiz, kilip isenleşmezse şuraya kala. Demek bu da bik mühim. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etken bulgan. Mini diyen Peygamberimiz. Bir tavuk ayağı tepiyi, ayağı tügül, tavuk tepiyi şekilde rizikka şakırsalar da cevap veririm degen. Tavuk bıtı tügül, tavuğun tepiyi ne, barmakları. Ne şunday rizikka şakırsalar, şundayga da barırım degen. То есть Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bay mı, yarlı mı, bu birekte indi din ehillerine bizge kağılışlı deb aytik. Çünkü bunlar bizim aramızda, din ehilleri arasında dereceli kişi şakırsa mecliske baralar, yarlılar kişi bulsa mesela truşobniklar yırtı, başka yırtı, o yok Milan'da var mı diyor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu meselede bir kaçanda kişilerini ayırmagan. Bay yarlı, tanıksız, andıklı ayıbır bulmagan. Любой kişi bilen tilegen kişi bilen barıp isenleşken, tilegen kişi bilen oturup sesileşken, hem şunsuz kızık, Peygamberimiz Aleyhisselam kişiler bilen isenleşkende, yeyse kuruşkende, bu bik mühim. Ne onun bilen kuruşken, onun bilen sileşken her bir kişi, miha Peygamberimiz qaran deyip uylaytıran bulgan. Yani şu hatta ihtibar biletıran bulgan, aralaşkan vakitte. Biz bitinde mesela dileybiz, İslam dini taralsın deyip, kişiler kübrek İslam dinine kirsin deyip, özümüz şunun için tırışlık ko'rsatamiz mi yok mu deyip aytırlar kerak, sorarlar kerak. Özümüz bunun için tırışırız mı yok mu? Tige bir kişini unutabız da ikincisine taşlanabız, ikincisini unutabız da üçüncüsine taşlanabız. Birgine kişini dinge bastırsak da, o bir kişinigine noşçinlap da dinge bastırır. To есть, biz onun bilen tanışabız, biz ona iletemiz. No birinci iletkenden sonra taşlap kaldırmayız. Şulay ona ihtibarımızı birip, şulay tırışçılık ko'rsatamiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam etken bulan. Birgine kişi degen, birgine kişi dinge bassa, sizin sebepli degen. O sizin için kim çıkış bilen, kim batış arasında bulan bütün baylıklardan, bütün mallardan hayırlarak degen. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Ayşe'ne biz hem kalgan sahabeler etkenşe, haber bergenşe, Peygamberimiz Aleyhisselam bir kaçanda artık külmeyegen. Yılmaya turgan bulgan. Notiga şığırdap, Tatarada deymiz, şığırdap külü. No gafoy tigiz, rjachka deb aytadilar bit.
Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da andi hal bulmagan bir kaçında. Peygamberimiz her vakta yılmaya tıramlagan. Notavuş küterip kületirgan bulmagan. Şonkra bu İslam dini boyunca o şulay tertipsizlik, ise terbiyesizlik tip sanalım. Sileşkende bir es yaşatıran bulgan. No orunlu yaşatıran bulgan. Tebarit Razaiddin Fahrettin Hazret'in kitabı Cevami'ül Kelim deyip atalı. Kıska söz, no tilen mağnalı. Bir kaçanda bu söz silen itiran bulgan Peygamberimiz. Biz ne o'tgan işraşuda yakshanba kuni esga olgan edik. Mu'minlar surasida bu oyatni "Vellezina hum anil lagwi mu'ridun." Lagw degani bir bo'sh so'z. Bo'sh o'tiruv, bo'sh silashular. Bunday birdan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yiroq bo'lgan. Hatto payg'ambarligi boshlangan shaharda belki qaybirigiz onu Peygamberimiz Aleyhisselam turmuş kitaplarında okuyanız vardır. Peygamberimiz yaş çağında belki bir 16-18 yaş bulgandır. Mekke'deki müşriklerin bir tuyunda katnaşıra tilegen. Bu biraz da qararga, ko'ngil ko'tariga. Allah'ın rahmeti Allah'ta yıkıl bilen baskan Peygamberimizin. Peygamberimizni yıkı basıp Peygamberimiz varmışa kalgan. Yani Allah subhanahu ta'ala şu vakıftan Peygamberimizin Aleyhisselam'ın boş otururlardan, boş oyunlardan şuay saklaytıran bulgan. Oyun degen söz, o tege oynarga yaramay, futbol oynarga yaramay, bula yaramay, tile yaramay degen söz tügel. Yok. Boş oyun, yani mağnasız, tuylarda bulan edepsiz, ahlaksız ayvirler, işraşlarda, korporatiflarda bulan kirek məni boş oyunlardan. Sport degeni bir, mesela, tennin kışlığı, o kirek. Şonkra Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam etken "El-mu'minu qaviyyu ahabbu minel mu'mini zayıfi ve fi kulli hayr" diye. Güçlü Müslüman, güçsüz Müslümana qaraganda hayırlıraq diyen. Lakin ikisinde de hayırlık var diyen. Güçlü Müslüman diyen söz, o ten bilen de güçlü tügen, o imanı bilen de güçlü, canı bilen. Silni duham. Teni bilen de güçlü. İbrimi bilen de güçlü. Bariken nasip, o malı bilen de güçlü. Normalı bilen güçlü diyen söz, o nese diyen söz. Baylık üstünde oturur diyen söz tügel. Malı bulup durup, anın qadrini bilip durup, o malı bilen kullanabilir. Yani maldağı bulan kişi, tende kişi anlaşılır. Normalde da iki yak var. Koy bir kişi güçlü, no kişinin diriz ittirip kullanı almayı. Bütün kişi iten ja xatının verilişin, ja bağlardan suğuruşun, ja başkası. Mağnasız kişi. Yine şulay malda. Koy bir kişinin malı büyük kup, no diriz ittirip idare ete almayı. Koy bir kişinin malı ortaşa, no onu bile idare ete bile. Allah subhanahu ta'ala bereketini de verir. Özüne de jite, gailesine de, etiyenisine de, ele muhtaç kişilere buluşurga da malı jite. Şu ayetip gitkenmişe diriz idare ete bilir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da şunday boş oyunlardan, boş eyvirlerden saklantıramaz. Şu an sileşkende de Müslüman kişisinin bizim işikleri boltırdan sizin bilen eyte başlayan edik o sözünü. Müslüman kişisinin sözüne qaraganda işi köbrek buluğu hayırlıraq deyip. Hatırlıyorsunuz mu? O'tgan yıl biz ana eyte başlayan edik sizin bilen. Bütün sizge qalıştı. Sizge de mine de, tınlavşılarga da silevşiga da qalıştay bir. Müslüman kişisinin sözüne qaraganda işi köbrek buluğu hayırlıraq deyip aytilgan rivayetlerde. Peygamberimiz Aleyhisselam şunu turmuşu bilen gösterken, turmuşu aşa bizge iletken. Şoka biz aytdik. Peygamberimizni yaratу degan eybir, o onu maqtab oturğuna tügel, no içmese yıl sayın, gün sayın ölgürmesek de, buldur almasak da halege, no içmese her bir yana yıl bilen özümüze bir sıfat buldurur. Giren fikirli bulu, aşıqlav, Tatar halkında boşqağına etmegenler aşıqqan, aşqa pişken deyip, Tatar halkında boşqağına etilmegen. Hem biz sizin bilen bir qaidəni bilemiz. Biz onu işraşların birisinde aytgan. Bu fikihta İslamski pravo degan söz. Şeriatdagi bulan qaida, pravila.
Men ista'cele şey'en qabla awanihi fakat zaleme. То есть, кто пожелает чего-то преждевременно, тот совершит несправедливость. Zulm qiladi deb aytilgan. Kimda kim bir ayverni vaqti kelib jetgancha xatli tilasa, turmushga oshiriladi degan so'z endi. Чтобы в жизнь воплотилось. Shu kishi zulm qiluvchi bo'ladi deb aytilgan. Ya'ni har bir ayverning vaqti bor. İslam dinine indavchilar, İslam dinine chaqiruvchilar buni bek yaxshi anlarga tegishlar. Şuna ko'ra g'olimlar aytganlar, bek zo'r ish bor, bek ezgi ish bor musulmon kishisi uchun. Amru bil ma'ruf va nahy anil munkar. Yaxshilikqa indav, nasharlikdan tiyuv. Bormanday bir. Bor. Ham Alloh subhanahu va taolo bizni o'zi Qur'oni Karimda nasa bilan maqtay. Kuntum xayra ummatin deb. Alloh taolo degan, siz eng xayrli ummat degan. Nasa bilan degan, ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar. Yaxshilikqa indaysiz, nasharlikdan tiyasiz. Aytilganmi Qur'onda? Aytilgan. Musulmon uchun ko'rkam sifatmi bu? Ko'rkam sifat. No. To'g'ri aytganda lekin g'olimlar aytganlar, kishi belgili bir vaqtda, в определенное время, в определенном месте, belgili o'rinda nasharlikdan, belgili ayrim bir nasharlikdan tiyib kishilarni bu tag'inda zo'rroq nasharlikqa keltirar ekan, u to'xtarga tegish. Vaqtli shart u to'xtarga tegish. Yeysa bir yaxshilikqa indim deb kishilar orasida fitna ko'tarar ekan, tag'inda zo'rroq. Bu bir amalga qaradi. Bu bir amalga qarata, lekin tag'inda zo'rroq fitna ko'tarilar ekan, g'olimlar aytgan bo'lganlar, da'vatchi kishining aqli degan hikmati, mudrost. Вот shu vaqtda vaqtli shart. Пока, только пока birozni to'xtab turib. Bu bek teran ayberlar. Biz onu o'zimizda tug'anlar bilmaydik. Вот sizin shekilli тоже mana shu o'zimiz universitetda o'tirib, leksiyalarda o'tirib, va'zlarda o'tirib, g'olimlardan eshitilgan so'z. No bu alayhissalatu vasallam turmushidan olingan ayber. U naq shulay. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam turmushidan olingan ayber. Вот men sizga bugungi uchrashuvimizda siyab o'tirmayman. Но bizim o'qituvchi aytmishdi, boshingiz ishlaykan, хорошем смысле. Igizga qaytig'izda и Al Yasir turida o'qig'iz. Вот Yasir degan sahabaning turmushi turida, onun oilasi, xotini, bolasi turida o'qig'iz. И Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam ko'z yoshlarini tuga eshik tuzganin o'qig'iz. И все поймете. Это вам домашнее задание. Bizning o'qituvchilar тоже mana shu aytdi. Вроде ты барбит мультфильм про попугая Кешу, опять на самом интересном месте. Вот bizga o'qituvchilar тоже сидели edi. Eng ta'minli yerga kelib jetkanda обрывали и говорили: "Всё, qolganini o'zingiz o'qiysiz." Siz o'qib qaytaylikda, ja bibliotekada izlaysiz, ja kitob kibitini kirib izlay boshlaysiz, qaysi kitobda bu bormi ekan deb. И siz da shu izladingiz. Тем более ham material big ko'p. Internetda qabahat ayberda bor, qizg'anishga qarshi bolalarni saqlarga kerak bundan. O'zimizga da, o'z-o'zimizni saqlarga, shu vaqtda bek kerakli foydali ayberlarda bor. Tilagan kishi narsa tili shuni topadi. Men xotirlamayman, Kamal ustozimiz siylagan edi ana, tamom Kamal siyladi ana. Hozirda bir aytik kishining ikki bolasi ketgan Qayerga degan Azharga, o'qirga. İkki birga o'qib qaytganlar. Bir malaysiri aytdi, Qayerda deb shu xatni masjidlar ko'pdi. Shunday olimlar bordi. Azhar universiteti bor deb siylaykan. Ikkinchisi siylaykan. No sen narsa ko'rding, aytdi, shunday klublar bor. Shunday ko'rilnilar bor. Shunday o'tiruv o'rinlari bor deb. То есть вот kim narsa tili, shuni topadi. Кто к чему стремится, тот это и находит.
Men sizga aytishni isteganim bor. Biz hajga bordik da bir yilni 3-yil mikan ol. Men ada jiribız kiş bilen. Arafat günü aldığından. O 8-kun haj günü Zulhijjaning 8-kuni yetaysa kun Arafat günü bo'lurga tesh. İjiribız jiqi kelmay xayr. Aramızdan birimiz kule gavretlerden ço'tagat bitinsin gavretler oshilgan. Aytam, ну jigit aytdi, biz bit kulemiz dediler. Почему только ты видишь dediler. То есть вот kishi narsani tili, qoya ko'zi ochilgan, shuni ko'radi. Но ko'z ведь только инструмент. Tilak u yana yurakda. Вот kishining ko'ngli narsa bilan bog'liq. Чем вот сердце человека связано, чем он живет, то это ему и дается. Вот bu bir kishga masala, это очень важно. Niye men aytam? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam her vaqtda ko'zlarini yashiratiran bo'lgan. То есть kerakman yerga qaramagan. Вот bora ekan u meshitga deb aytaylik. Все, u turi bora. U suga qarab narsa izlab yurmaydi. Вот qo'y bir kishi meshitga bora, kursunda tarazisiga qarab ilgari, bunday yurishlarga qarab ilgari, вот, yo'l bor ekan. Все, sen meshitga borasan. Bütün uylar, все помыслы mescid bilan bog'liq. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'la ishilganda ular shulay har vaqtda ko'zlarin yashirin tutgan degan so'z, ya'ni ortiq unga suva qaraytiran bo'lmagan. Kerakman aybini ko'rib qolmas uchun. Bu bek muhim. Siz uylarga kirasiz, masalan, do'stlaringiz yanına kirasiz. Sizni majlislarga chaqiradilar. Sizni nikohlarga masalan chaqiradilar. Sizni to'ylarga chaqiradilar. Birinchidan islom dinida bor shunday bek yaxshi odat, yeysa adab deb aytaylik. Kishining uyina kirgach, yurt xo'jasi o'tirmishga o'tirmoq. Bu bir. İkinciden bilib turasiz. Xalq bizning в общей массе nodonlik taliga, то есть в невежестве. Men xalqni tuvanga chirib aytasim kelmay, xalqni tatar xalqini kimsitasim kelmay, но bizning вот men de shu обществоdan, siz de shu обществоdan, jamiyatdan. Вот men aytasim kelmay, bizning общество biz hali ruhiy nodonlikda. То есть вот в духовном невежестве пока. Biz bilimimizni hali yog'ag'ina orttira boshladik. Ishoqa qo'y bir kishiga siz belki kelib kirirsizda, nol ariga xatli, adabni bilmay, yeysa bu nishkaliklarni bilib bitirmay. Siz ona aytdingiz, "Tug'an, meni ruxsat etsan, men bilan bunda o'tirman" deb. Narsa degan so'z, to есть proxodda, koridorda yolg'ishni yoki xotin o'tib ketir, yoki qiz o'tib ketir, joliqsizmi, yeysa idagi kiyim bilanmi? Вот onday xalga yakmas uchun ja xo'ja aytganini kutigiz, ja o'ziga shunday o'rinni topirga tirishimiz. İslam adabiyotida biz bir kiri turda ayta boshladik. İslam dinida masalan aytganlar bilan yuru haqida biz onu chiqtirsin aytib ketgandik. Bir qashanda aytganidan oldin kiriga yaramay. Eng birinchi aytganlar kiriga tegish. Masalan biz siz bilan qo'noqqa boramiz. Amin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hurmatli din qardoshlar, hurmatli tuğanlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz o'tgan uchrashuvimizda Mu'min surasining birinchi oyatlarini esga olib ketgan edik. Boshlanishi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın cemaati Oysha onamizdan qo'y bir sahobalar so'raganlar da Peygamberimizning xalqi nishik bo'lgan deb Oysha onamiz aytgan bo'lgan kana xuluqul Qur'on degan. Peygamberimizning xalqi axloqi, tarbiyasi u Qur'on edi o'zi deb aytgan. Hem aytgan, ne Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın xalqin axloqin, tarbiyasini tanirga tilasangiz, bu chaqda degan Mu'min surasining birinchi oyatlarini o'qiymiz deb aytganda, sahobalar o'qiy boshlaganlar. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un vallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hem Oysha onamiz bu oyatlarni tinglab bitirish aytgan. Naq shulay deb Peygamberimizning alayhissalatu vassalamning axloqi. Bizning hozir Mavlid oyi boshlandi.
men oldin aytib ketdim, bizdan bu kelasi atnamizda atna kish payshanba kun, четверг kun deb aytdik. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ga bağışlanan kişi bulacak. Yani o kişide biz mümkün kadar ko'proq Peygamberimiz turunda Aleyhisselatü Vesselam turunda siylashib, Peygamberimizning hadislerini esga olib, nishik yashagan, nindi yo'l bo'lgan, ona bağışlanan mesele, qay bir kitapların izliklerini belki o'qib getiririz. Qur'onimizni esga olib, shunga kimning tilagi bor ekan, mümkün şeyler var iken biz bitinizinde yestu namazına kitemiz çünkü o iş günü bulan. Şokra işlevşi kişilerge, okuşu kişilerge jingil bulsun deyip biz bu kişinin ötkeremiz yestu namazından sonra demek ki yestuga munda jilişabız. Yestu namazından sonra bu kişiye devam ettirecek. Kup mu ez mi degende belki saat yarım, bir saat mi saat yarım artık biz de vaxtınızdan almasqa tırışırız çünkü kilesi günü ondan sonra cuma gün bulan. Sizin de aldanlık iyiye qaytib cumağa hazırladığınız için kimi de kim aytganimcha mümkinchiligi yeyishatdiligi bor ekan, biz sizni bütün hurmat bilan bir kitap olamiz payshanba kun otna kish aytganimcha bu payg'ambarimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o'zini, onun shaxsiyatini, onun shaxsini bağışlagan kishi bo'lacak. Aydimda bugungi kishimizda biz shulay her yeys aytdik indi tanda desak, men o'zim deb aytayım indi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o'zine bağışlasın kelar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aşağı bizge jitkara ham aytadi: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala aytadi: "Ey Muhammed, aytki kishilarga, siz Alloh Taolani yaratsangiz, o şartdan meyran yiyeriz. Allah Subhanahu wa Ta'ala sizni yaratar." Şuna göre bugungi kişimizni, işraşımızı nek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o'zine bağışladık kitesin kerak. Birek de Peygamberimiz aytganimizcha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tug'an ayı, Mevlid ayları hem g'alimlarning birisi u hozirgi vaqtda g'alim bugungi kishilar har qanday men ismini aytib turibman, lekin bu g'alimning bir so'zini esga tushirasizlar kerak. Nasib aytdi bu aytgan bo'lganim. Bir shunday mavlud kishasida deb aytdik. Peygamberimizni Aleyhisselatü Vesselam'ni siyu yeysa yaratu narsa bilan o'xshattirib bo'ladi deb aytgan u shu kishida. Masalan deb aytgan. Bir ota kishi bor. Bu aytdi kishi. G'olim, izgi kishi, hurmatli zot. Buning bolasi bor. Nodonroq bola. Bu bola nihatli otasini siylasa da, nihatli otasini maqtasa da, o'zina foyda bo'lurmi yo'qmi deb so'raydi u kishi, u g'olim. Inak shulay bizda deb aytgan bo'lganim. Inak shulay bizda. Biz yillar bo'yi 20 yilmi, 30 yilmi, 40 yilmi, 50 yilmi Mevlid kişilerinde beyitlerini okup otursak, Peygamberimizge şiirler bağışlapını okup otursak, şu vakitte onun ardından yermesek, bu kişilerin mevlesi kalmaydı yani. Yani Diristan da Peygamberimizini yaratıp, Peygamberimizini hürmet etip, onunla şu onun ardından, onun sünneti ardından yerip var. Bugungi kişi aytganimcha Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın turmushi, yani Peygamberimiz turunda siylesek, g'olimlar aytgancha bir va'g'azda jetmay, 10 va'g'azda jetmay, 50 va'g'azda jetmay. Yangadan ketdi, g'olimlar aytgancha 1 tomda jetmay, 5 tomda jetmay, 10 da tom jetmay. Peygamberimizin har bir turmushining har bir yog'ini birgina kitob bag'ishlay boshlasan da, u bilim necha tom bo'lib chiqadi. Nishik xotinlari bilan aralashgan, nishik qo'shnilari bilan yashagan, nishik kishilar bilan aralashgan, nishik sahobalar bilan bo'lgan, nishik kishilarni eratgan, nishik kishilar bilan sug'ushgan dushmanlar bilan. Hatto bu masalada nishik oshagan, nishik jiqlagan, nishik kiyingan ham boshqa. Lekin biz o'tgan ishroshimizda xatirlasangiz bir otnalik
Peygamberimiz mana shu aytib ketganimizcha axloqi to'g'risida сөйләшеп ketgandik. Именно bugungi kechada biroz tag'in tiyinlik axloqini bağışlab. Albatta mana bu yig'ilishda da butun axloqni yeb bitirib bo'lmay, ham shu kamiyatdan biz Allohning rahmati bilan Almas Hazrat bilan Zamir Hazratlar bilan qo'y bir bizga bo'lishgan yigitlar bilan azizlarga turishimiz u kishani ko'ngilli o'tsin deb, foydali o'tsin deb. Ya Allah bilsem de şu Perşembe gününde biz Allah bilsem yaşayıp getirip bu 24 yanvar olacak aytıp gitken şey 24 yanvar 8'de kaldırırız. Lakin de bugün kıska şahına kişimizde bulsa da bir saat içinde bile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam turunda anın ahlakı turunda yaşayıp gitmemiz gerek. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın halkına koytkanda ya ise ahlakına koytkanda kişi bularak Peygamberliğe kilgen şehatte de Peygamberliğe kelgenden sonra. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kuşamatı var idi. Qoy birigiz beredir. O kuşamat Peygamberimizin Peygamberliği başlanan şehatte birilgen idi. Hatırlıyorsunuz mu yok mu? Emin. Işanışlı. Hıyanet kılmavışı. Hem şuna göre Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Peygamberliği başlağaç günlerin birisinde Mekke'deki bir tavuğa mingende tav dibinde zor tavuğu kucağınıza getiririz, holmik şekilli jirge vazvışını istibeytik. İşul vazvışını basıp Mekke halkına deşken, jigan tavuş birip, vozgızdal, işitil Mekke sabral. Hem jigandan son deşken iken hem sıragan. Men degan sizga mana bu tog' ortida dushman askari yig'ilgan deb xabar bersam ishonasizmi yo'qmi deb so'raganda bitinsa aytgan so'z da yo'q deganlar. Bizning oramizda eng ishonchli kishi sen deb aytgan bo'lganlar. Payg'ambarimiz ne ishlagan? Payg'ambarimiz birinchidan Allohni tekshirgan. Nasab aytirlarmikan deb. Yaxshi. Bu masalada anlaşıldı deb aytdik. Sen en ishonchli kishi deb aytganlar. Peygamberimiz aytgan, yaxshi degan. Siz meni en ishonchli kishi deb tanıysiz ekan, men sizga aytasim kerak degan Peygamberimiz Aleyhisselam. Men Allohdan elchisi, la ilaha illalloh degan. Bu so'zni eshituvga u Makka kafirlari, mushriklari Peygamberimizning so'zga boshlaganlar. Yo'q, bu Peygamberimiz Aleyhisselam vaqtida bo'lgan shunday hal. Ikkinchi bir kishi bilan Abdullah ibn Salam degan bir sahoba bo'lgan. Bu endi Madinaga ko'chgach. O'zi nasli bilan Yahudlar orasidan. Yahud millatidan, Banu Isroillar. Hozir kunlarning birisida Abdullah ibn Salam kirganda Peygamberimizga so'rovlar bilan siyashib o'tiralar ekan. Shu arada qarasa terazadan ko'rasin, ya bir yoritdan ko'rganlar Yahudlar kerak ekan Peygamberimiz Aleyhisselam yanına. O'z masalalari bilan. Yaxshi. Peygamber aytgan, bor degan, qochib turadi degan. Shashov ortida zizina besqo. Abdullah ibn Salam kirib qochgan. Hozir Yahudlar kirganlarda Madina Yahudlari so'rovlar bilan kelganlarda Peygamber aytgan, bilasizmi, menimda sizga so'rovim bor degan. Ne deb so'raganlarda Peygamber aytay so'ray ekan. Abdullah ibn Salamni tanıysizmi? Tanıyız deganlar. Nendek kishisin o? Ya Muhammed deganlar. Bu degan aramızdan Banu İsrail arasında, yani Medine'de yaşayışı Yahudlar arasında en bilimli, en akıllı, en hikmetli kishi deb aytgan bo'lganlar. Maqtaganlar endi buni. Hozir Peygamber aytgan, shoymi degan? Shoy deganlar. Bilasizmi degan, u mening yanıma kelib islom dinini qabul etgan deb aytganlar. Aytganda endi tilar shuaq qatib aytgan, itlarning iti deganlar buni. En yavuzların yavuzu, en cünsizlerin cünsizi deb shunday o'qiydi boshlanlar. Do'st va xoliq degan aytib, men nasib aytasim kerak. O Yahudlarni sugib, yesa arablarni sugib degan so'z tugadi. No, kishiga bir qachonda kishiga yorim deb turishga yaramaydi. Kishiga bo'lisham deb shavrga yaraydi. No, kishiga yorim deb bir qachonda shavrga yaramaydi. Kishiga yorim deb, ugaju deb, bo'lisham deb, o'tdan buni yigitlar, obilar, tug'anlar va shunga e'tiborli bo'lasiz. Bo'lisham deb, shavrga yoray ham kerak.
Yarım deb bir qachon shavrga yaramay. Yaşaqa başında hikoyat, biz onu bir esga olgandik bu ay sizin bilan. Atalı balalı ishak olib qaytganlar yilerine. Borganda mana shu bir necha o'lkadan bir necha ovuldan o'tib boralar ekan. Birinchi ovulga otlanib kirganlar ishakka. Birga otlanganlar da otlanib boralar. Shu shaharga deb aytdikmi, ovulga kelib kirsalar, qarasalar, xalq borga hazratdagi dushmanlarga qarashigir qora ekan. Ay vicdansızlar, imansızlar, birga bir kichkina ishakka otlanib boralar deb bularni quvib chiqarganlar ovullardanmi, shaharlardanmi? Yaxshi. İkinci shaharga ovulga kelib yetadilar. Bu kishi yashitira o'ringa deb aytganda. Bir mantiqa. Hozir otasi aytadi, o'g'lim degan, sen otlanib bor degan, men joyimga borman degan. Yaxshi, kelib kirganlar hay ikinci shaharga. U tigi shaharning xalqida bularga ashyolanib chiqarishar. Nima deganlar, yuraksiz ota, bola deganlar. Yap-yash bo'lib ishakka otlanib bora, o'g'li yashdagi otasini joyiga yetirdi deganlar da, bular da hay bulardan rizo tug'il. Bular da o'kinib chiqib ketganlar. 3-shaharga kirib oldindan bolasi aytadi, "No niye tush" degan. Hazreti sen o'tir, men joyimga borman deganlar da, bular kirib ketganlar. 3-shaharning xalqida rizo tug'il. Опять недовольны. Nasablan недовольны bular endi уже третье население. Mana deganlar, yuraksiz ota deganlar. O'zi ishakka otlanib bora, sobiy bolani joyiga yetirdi deb bular da quvib jiberganlar tilarni. Hozir 4-shaharga kirgancha otalari bor edi, aytisi endi. O'g'lim degan, biz degan joyga borik. Ishak o'zi borsin deganlar. Hozir bu shaharga kelib kirsalar, bu xalq bulardan kula boshlagan. Vot jularlar, vot ahmoqlar deganlar. Ishaklari bo'lib turib, joyga bora oladi deganlar. Вот, то есть men aytasimki, bu o'zi hikoya, degan повествование shekilli bo'lsa, lekin bik ma'noli. Shoka biz aytdik, bir qachonda kishilarga yorim deb shavrga yaramay, kishiga bo'lisham deb shavrga kerak. Kishiga bo'lisham deb tirishirga kerak. Inak shoyik bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam biz o'tnasadan chiqib nasadan boshladik, payg'ambarimizning amin degan qushamati bo'lgan. Eng birinchi kishiga bilgi bilatiran aybi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam payg'ambarligi boshlangan shahatda payg'ambarimizning al-amin degan qushamati bo'lgan, ishonchli, надежный, верный. Ham shokra Hadisha onamizda shu jumladan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga birda qo'rqmisha o'zining qarovonlarini topshirgan bo'lgan. Shokra payg'ambarimiz rahatlanib jirgan, ham qaytgan yo'lini har vaqtda o'ngishli qaytartirgan bo'lgan, chunki Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qo'li bilan deb aytganda, yengil qo'li bilan, yengil oyog'i bilan kishilarga mol qaytartirgan bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo barakatini bergan. Bu ne uchun muhim? Hozir vaqtda musulmonlarda biz onu sizin bilan aytib ketganimiz bor, va'zada da esga olganimiz bor. Bizning shaqashimda bu sifat bizda yetib bitmaydi. El-amin degan so'z, ishonchli. Masalan, biz onu aytib ketgandik, o'tgan uchrashuvlarda da ajatga olamiz, qaytarmaymiz. Kishi masalan ish haqini bermaymiz. Hem ko'p andi misollar bek ko'p. Demak, amin degan aybini biz yo'qotamiz. Amin degan sifat, aytamiz, bundan aytib ketdik. Payg'ambarimizni yaratuv, o'tiga payg'ambarimiz turida beytlarni jilab o'tirib, no. Payg'ambarimizga beytlar o'qib, payg'ambarimizni maqtab, shu vaqtda onun so'zi yeysa, onun ishoratdan yerib bor. Payg'ambarimiz al-amin bo'lgan ekan, demak biz da shulay bo'laylik. Biz da ishonchli bo'laylik Allohning rahmati bilan. Kishilar bizga ishonib kelsinlar. Biz kishidan oqsha so'raymiz ekan, ajatga berib turadi deb. Kishilar qo'rqmaycha bizning qo'limizga berilib bo'lsinlar. Biz kishini olamiz ekan ishga. Kishi bir qo'rqmaycha bizning firmaga, yeysa bizning uyushmaga, yeysa bizning kvartiramizga, yeysa bizning qatnashimizga kelsin, bilib tura ol chunki. Menga bunday ish bersalar, menda santexnikimi, plitishnik kerakmi ularga, tuba qirarga kerakmi? Anda sam o'zi o'tkarga kerakmi? Adaptini o'tkarga kerakmi?
Anda Abrislovichni tosh bilan yasarga kerakmi? Kishi bilib turadi. Men ishimni ishlayman ekan, menga buni hokim berishaklar deb. Bu bir. Ikkinchidan biz yori bir xil o'zimiz ishchini olamiz. Noqishlar bizni da tilab olsinlar. To'ys, masalan, biz kishiga boramiz ekan ishga o'rnashirga. Kishi bilib tursin. Men musulmonni olam ekan, bu kishi vaqtida kelishak, vaqtida ketishak. Ma'lumot yemayishak, ham ziyon keltirmayishak. Biz siz bilan bir esga olganimiz bor edi. Shunday bo'lgan hatto Qozonda bir musulmon ikkinchi musulmonni ishga olgan. Bir kunga so'ng qolar, bir soatga so'ng qolar, ikkinchi kunga 2 soatga so'ng qolar, uchinchi kunga butunlay obedda kelib, dördüncü kunga 2 soatga oldin chiqib ketadi. Hozir kunlarning birsidan bu xo'ja so'ragan, sen degan nechap sho'rashaysan? Sen musulmon bo'lish vaqtdan o'targa tegish, vaqtida ketirga, seni bilan birga musulmon bo'lmagan kishilarda ishlaylar. Sen olar jirgash, olarda shular jiri boshlaylar. Sen bo'lar jirganda olar rizoliqsizlik ko'rsatadi. Necha bu kishi oldin kelib, oldin ketadi, yo'qsa so'roq qilib keladi, oldin ketib bora, shu qoqshani oladi deb zararlangan birozdan kesatib qo'ygan. Diye ishchi musulmon ekan va bu degan Allohdan taqdiri. Ne Allohda yozgan, men shokiras jiqlab qoldim. Allohda shu yozgan, men avtobusga so'nib qoldim. Shokira bir kunimda obedga kelib jetdim, ikkinchi kunda 2 soatga so'nib qolib keldim deb javob qaytargan. Bu idora etuvchi kishi birozdan tamom sabr etganda kunlarning birsida diye ishchi kishi kelib qarasa, diye daska объявление bor, unda yozilgan u volen deb. Hozir bu kabinetga kelganda so'ragan, siz degan nechap meni volen etdingiz degan. Bu degan Allohdan taqdiri. Deganda ish bergan shu kishi. O amin degan ismni, yo'qsa sifatni o'zimizda jo'g'altib sababli. Shoga men aytaman, nechimda bugungi kechani axloq masalalarni qo'g'ildim. Men bir nechta hadisni yozib olgan edim. Kitoblardan da iyi olimlarning va'zlaridan. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam aytgan bo'lgan: "Inna ahsanan nasi islaman, ahsanuhum xuluqan." Ya'ni islom dinini tutuvda eng xayrligiz, eng xayrli xulqga olingan degan kishi. Deb aytgan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam. То есть лучшие из людей, кто придерживается ислама, это те, у кого более лучший нрав, воспитание, этика. Shu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam aytgan bo'lgan: "Va inna akmalan nasi imanan ahsanuhum xuluqan." То есть самые совершенные люди в имане или самые лучшие в имане люди те, у кого лучший нрав. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam taon aytadi: "Sizning orangizda eng xayrligiz degan o'zining oilasini xayrli bo'lib yashovchilar degan. Лучшие из вас те, кто лучше относится к своим семьям." Bu bir nechta hadis. Axloq turida, adab turida hadislar bek ko'p. Ne azon oldidan birini taon esga tushirib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam aytgan bo'lgan: "Дристанда degan. Дристанда, как подтверждение, частица подтверждения. Дристанда воистину человек с хорошим нравом, ko'rkam xulqli kishi qo'lina qilich tutib, haqliq uchun kurashib vafot bo'lgan kishi shekilli darajasına жетadi degan. То есть тот человек, у которого хороший нрав, прекрасное воспитание, благодаря этому нраву и воспитанию может достичь уровня человека, который с саблей в руках погибает на пути истины. То есть в борьбе, например, с врагами, защищая, например, свою семью, защищая свой дом, защищая свою веру. То есть biz bir qo'yib shaqtamda o'ylaymiz, nindi izgilik ishlaymi ekan, nindi zo'r ish ishlaymi ekan deb jannatga kirishsin. Yo'g'isa, mumkinchilik namunda. Din qardoshlarım bilan motor o'z-o'zini tut. Etiyaning bilan o'z-o'zini motor tut. Oilam bilan, xotinim bilan o'z-o'zini motor tut. Ko'rshilarim bilan, bolalarim bilan shulayda yashay bilsa kishi, bunday aybilar bilan büyük zo'r darajalarga yetar. Lekin uni tilarga kerak. Ham buni turmushga oshirishga kerak. Qolganini Alloh o'zi davom ettiramiz.